Erim hali yigitim bo'lgan paytlari birinchi olib bergan telefonlari 11-iPhone edi. Va o'shani ham o'zlari sindirgan edilar. To'ydan keyin o'zlarini 12-iPhone telefonlari bilan yurardim. Blogerlikka qiz bolaligimdan qiziqib kelganman, lekin blogerlikni to'ydan 2 yil o'tib 2023-yilning oxirida boshlaganman. Erim bu ishda yo'qimni ko'rib, menga yangi 15 Pro Max sotib olib berganlar. O'zini narxidan qimmatga va Dubaydan zakaz qilgan edilar va O'zbekiston kirgan paytim email qilishimga yana pul ketdi. 2024-yil 22-oktyabrda meni tug'ilgan kunimda men orzu qilib kelgan iPad planshet podarka qildilar. Bilasizlar, bloger, SMM, mobilograflar uchun iPhone telefoni juda ham muhim. Keyin esa hayotimga u keldi. Ha, o'sha Salom Hayot. Salom Hayotdan birinchi telefonim bu 16 Pro Max. O'sha kuni uchinchim bilan birga olgan edik. Nihoyat men o'zimga oyma-oy to'lashga iPhone oldim. Albatta pulini erim beradilar, nomuhimi o'zim oldim-ku. Keyin Dysonni pulini o'zim berdim va endi yana bitta telefon iPhone 15 oldim. Salom Hayot o'zlarining mijozlari uchun hozir zo'r sharoitlar qilib beryaptilar. Без первоначальный взнос Samsung, iPhone, Dyson xilma-xil jihozlaringizni xarid qilishingiz mumkin. Oyma-oy to'lashga 3 xil tip bor. Birinchisi men olgan shartlar bilan, boshlang'ich to'lov bilan. Ikkinchi tip, agar siz boshlang'ich to'lovsiz olmoqchi bo'lsangiz, rasmiy ish joyi bilan olishingiz mumkin. Uchinchi tip, plastik karta bilan olishingiz mumkin. 6 oydan boshlab kartangizda pul aylanishi bo'lishi kerak. Oylik to'lov 4 oydan 36 oygacha xarid qilsa bo'ladi. Endi qachon iPhone olsam, o'sha payt blog yuritishni boshlayman deb o'ylab o'tirish kerak emas.